Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana Muhabbet MMA kanali. Qadrli do'stlar, ma'lum bir jiddiy shaxsiy sabablarga ko'ra kanalimizda 25 kun davomida video joylanmadi. Bu uchun barchadan uzr so'rayman. Bugun esa bizda yangi video. Albatta kanaldagi aktivlik hamda mehnat uchun pastga tushib, bir dona like bosishni hamda kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Biz esa bugungi dasturimizni boshladik. Qadrli do'stlar, xabaringiz bor, yaqindagina klublar o'rtasidagi jahon chempionatiga start berildi. Ushbu fursatdan foydalanib Muhabbet Telegram kanalida ham katta konkursga start berildi. Ya'ni siz qimor o'ynamasdan turib ham mo'magina pul ishlab olishingiz va katta sovg'alarga ega chiqishingiz mumkin. Agarda ushbu sovg'alarni yutib olishni xohlasangiz, hoziroq kommentariyada yozilgan silka orqali Telegram kanalga qo'shiling. Telegramda konkurs shartlari ham tushuntirilgan. Barchaga omad tilayman. Hammani qiziqtirgan savolga UFC prezidenti Dana White javob berdi. UFC prezidenti Dana White nima uchun Islam Makhachev va Jake Della Maddalena o'rtasidagi jang rasman e'lon qilinmayotganligi haqidagi savolga javob qaytardi. Agar jang sanasi va manzilini hali e'lon qilmagan bo'lsak, demak buning sababi bor. Ammo tez orada siz barchasini bilib olasiz, dedi Dana White. Qadrli do'stlar, agarda Islam Makhachev va Jake Della Maddalena o'rtasidagi jang tashkillashtiriladigan bo'lsa, aynan ushbu jangda siz kimning g'alabasiga ko'proq ishonasiz? Islam Makhachev yoki Jake Della Maddalena? Albatta shaxsiy fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Barcha fikrlarni o'qib chiqaman. O'zbekistonlik sobiq UFC jangchisi ikkinchi marotaba uylanish arafasida hamyurtimiz anchadan buyon o'zi iliq munosabatda bo'lib kelayotgan chexiyalik model Sabina Karaskovaga turmushga chiqish taklifini berdi. Qiz o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida bu taklifga rozi bo'lganiga ishora qilgan. Ma'lumot uchun aytib o'taman, Octagon MMA ligasining o'rta vazn toifasida vaqtinchalik chempioni bo'lib turgan Mahmud Murodovning ilk turmushidan bir nafar qiz farzandi bor. Uning ilk rafiqasi ham chexiyalik edi. Qadrli do'stlar, aynan siz qanday fikrdasiz? Ushbu holat to'g'risida o'z fikrlaringizni albatta izohlarda yozib qoldiring. Albatta do'stlar, Mahmud Murodov ikkita xotin oladimi, 10 ta xotin oladimi, buni bizga umuman aloqasi yo'q. Men shunchaki chiqqan xabarlarni yetkazaman. Albatta do'stlar, buni to'g'ri qabul qilasiz degan umiddaman. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Muhabbet MMA kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.